Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında bugün taharet münasebetlik bakımındaydı. Taharet ediş için su elip beriliş hakkında. Bundaqda bu babnınki iniq mezmununu bir hadisden özünü görüp çıkaylık. Emde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bir yerge yeni bir kısturmunu bayan kıttı. O bosma Ebu Derda radıyallahu anh'ın sözü. Ebu Derda mundaq degan dedi. Ebu Derda kim o? Avval biz Ebu Derda'nın kimlik bilen tanışıp çıkaylı. Bu kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sahabelerden. Sahabeler içinde hem qazi, hem faqih, hem Kur'an'dan ayet köp okuyduğun, hadisini xil köp rivayet kılgan ilmi cihetdeki futuhlarda bu adamdaki. Büyük ensari sahabe. Bu kişi şu Bedir günüde Müslüman boğan gerek yani. Şunun için bu adam Bedir uruşu katlaşamagan bolishi mumkin. Uhud uruşlarida Resulullah'ın yine de boğan. Ondan keyinki bütün uruşlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yine de birge hamdam de boğan. İbadetni köp kıladigan, Kur'an'ni köp okuydigan. Keyinki mezgillerde bu adam Şam'da tuğan. Çünkü Şam'ın Demişk'niki aynı vaqtida qaziligini qilgan bu adam. Ta Osman ibn Affan radıyallahu anhu o'lib ketgan qadar şu Şam'da yaşagan Demişk'da. Ebu Derda asli kunyas bo'ldi. Mesela Ummu Derda, Ebu Derda deb bu ikkilen ayol bularniki bir qissasi var, hikoyasi. Nayt meşhur. Bu ibadet münasebetli. Çünkü bu adam pek ibadetga pek berilgan adam bo'lg'achqa biraz ayol bilan bu ikisi orasida bir avval bo'lgan. Hatta ailesiga mo shu qaramaydigan holati bo'lib ketganda Peygamberimiz hem de bu Ebu Derda'ga azraq tuz tushmagan ibadetda bundaq bak urvatmaslik o'zini dunyolik jihatdanmi, ayollik munosabat, oilaviy jihatdanmi hammaning haqqini berish to'g'risida Rasululloh bularga yo'l yo'riq bergan. İsmi Uvaymir ibn Amir degan kishi. Yoki Uvaymir ibn Abdullah mı deyildi o. Müslüman bo'lishdan bulun Ensarilarniki Hazraj qabilasiniki dаңlıq savdogar, tijoratchisi ekan. Bu musulmon bo'lgandan keyin tijoratni, butun mol dunyoni tashlab, shu maxsus ibodatga yuzinib ketgan. Şonlaşqı bo'lsa kerak, Ömür ibn Xattob radhiyallohu anhu'niki zamonasida Ebu Derda radhiyallohu anhu'ni Şamga berib, Şamdagi musulmonlarga Qur'on o'rgatish, ularni diniy jihatda yetaklash, mushlarga buyurgan. Demek ahiri şu yerga birib shu ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bu adam. Bu zatniki 179 tane hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Bu nayt zo'r ilmi xizmat. Bu sahobalar ichida nayt ko'p hadis rivoyat qilishdan birga masalan ilmda nayt yetarlik adam deyishga bo'ldi. Nimishqa degan vaqtida ayni vaqtdagi sahobalar masalan ilimni 4 sahabidan qishidan ko'r deb izlanglar deganki. Bu Muaz ibn Jabelniki vafotidan burun deyilgan gap, ha? Bu 4'eylendan ilim izlanglar degan. Bu 4'eylen kim o? Bilsem şu Ebu Derda, biri Selman el-Farisi, yani biri Abdullah ibn Mes'ud, yani biri Abdullah ibn Salam. Bu sahabalarning xil cho'nglar bo'ldi shu davrda, Muaz'niki davrda. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Şam'da o'lib ketgan. Hem onun ustiga ait aqlliq, bak zirak. Bu da ilimni o'qish bilan ilimni rasmiy mana tushunish bak muhim gap. Ya'ni voqeaga amaliyot tatbiqlash bu ait muhim nuqta. Demak, mush jihatda ait yetarlik bir komil aqliga sedish bo'ldi. Shunga asosan Ömür ibn Xattob radhiyallohu anhu'niki zamonida Bedir urushi qatnashgan sahobalarniki oylik maoshi bir qadar yuqori davlatdan beradigan tartuq. Mush Ebu Derda radhiyallohu anhu'ni mush Bedir g'azotida qatnashgan sahobalar bilan o'xshash miqdorda maosh bergan. Chunki bu nayt aqlliq deganda, Ömür ibn Xattobning nazarida nayt aqlliq kishi degan. Bu kishining aqlliligini Abdullah ibn Umar shunday bayon qilgan. Bizga mush aqlliq ishga odam haqida so'zlab beringlar, ishga aqlliq odamdan so'z angladi. Kim o deganda biri Muaz, biri Ebu Derda. Balkim mushu jihatdan bo'lsa kerak,
Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu bu kişiniki maliye tartib cihetde muhali mukafotlarni bergan. Xo'sh, o'zimizning gapga qaytib kelsak, Abu Darda radhiyallohu anhu shunday deydi: "Sizlarning ichinglarda oyoq egisi, tarat suy egisi, yostiq egisi yo'qmi?" degan. Yani bunlar degani Abu Darda o'zi Shamda tug'an degan bir qism Iroqliklar Shamga borgan. Shamga borgan vaqtida Abu Darda radhiyallohu anhudan masalalarni so'raganda kim o nalik deganda biz Iroqliklar degan bo'lar. Shu paytda sizlarning ichinglarda mush sifatlik odam yo'qmi degan. Bu kinoya. Bu kimga qartidi? Abdullah ibn Mas'ud. Yani Abdullah ibn Mas'ud oranglarda yo'qmi? Payg'ambarimizning yostiqini ko'tirdigan, osini ko'tirdigan, tarat suyini ko'tirdigan. Uningdan boshqa xizmatini qiladigan, oyg'ini ko'tiradigan nega bosmishda adam mushunda so'ramamsizlar degan. Bu 151 numaralı hadisde İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Sulaymon ibn Harb hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan dedi. Shu'ba Abi Muaz yani Ata ibn Abi Maymuna degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Bu kishi deydi men Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edim. Bu 4 raviniki tarjimali boshda ne chiqdim o'tdi. Hem de Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hajjga chiqsa dedi. Yani tarat ağılı yoki tarat sunduğu chiqqan vaqtida Rasulullahning izg'a men va bizdan bo'lgan bir g'olam bir xizmatchi erişetdim dedi. Bu yerda bizdan bo'lgan degan kalimadan lam bularning yani ansari ekanligi kelib chiqyapti. Lekin bir qism ulamalar yo'q, bu Ensari'g'lam qartilgan gap emas. Bu yerda jumlatul muslimin, umumyüzlik shu davrdagi musulmonlarni, ya'ni Rasulullohning xoslari bo'lgan Abu masalan Abdullah ibn Mas'ud qatorliq masalan umum sahobalar ko'z tutilgan deydi. Agar bu Abdullah ibn Mas'ud bo'lib qolsa, buningdan maqsad bu kishi muhojirlardan bo'ladi. Demak, shu umum sahobalardan degan rivoyat nima qarash kuchliroq bo'lsa kerak. Demak, Anas ibn Malikning demoqchi bo'lgani biz bilan birga bir chilak yoki bir chaynak suv botdi. Payg'ambarimizning shu kendim bilib mingab qilatdiq dedi. Ba'zi rivoyatlarda bir tal hosi botdi deb mana bu rivoyatlar kelgan, balkim keyingi mazmunlar kelishi mumkin. Muhimi bizga bu yerda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga bir daha uchur tarat olmoqchi bo'lgan kishiniki keynidan mayli dadimiz bo'lsin, mayli onamiz bo'lsin, ya yashanganlar cho'ngli bo'lsin, mayli yosh cho'ngroq oqsoqollar bo'lsin, keynidan tarat suyini ko'tarib, ehtiyojli narsalarni ko'tarib billa olib borsa, bu durust, bu yo'lloq, bu adab qoida, sunnat degan uchurni bermoqchi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.